Assalomu alaykum do'stlar. YouTube kanalimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bu galgi sayohatimiz Surxondaryoning Boysun tumanidagi Amaliy san'at muzeyida bo'ldi. Videoni tomosha qilib turib like bosishni, fikrlaringizni izohlarda qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu galgi safarimizda siz Boysunning mashhur janda matosining to'qilish jarayoni hamda muzey haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ushbu video hammangizga manzur bo'ladi degan umiddaman. İpeklari tillodan shundaymidi? Assalomu alaykum do'stlar. Biz sayohatimizning keyingi manziliga ham yetib keldik. Biz hozir Boysundamiz. O'z jamoamiz bilan birgalikda Boysunning muzeyiga yetib keldik. Bugün qaranglar. Kimdir bormi? Eshiklar o'zi amirliklar, xonliklar davrini eslatyapti. Shunday ma'lumotga egamanki, bu yerda o'zbek xalqining an'anasi, ya'ni an'anaviy durdonalari saqlanib kelinar ekan. To'qimachiligi, gilamchiligi, do'ppichilik, keramika san'at turlari saqlanar ekan. Hozir birinchi bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Bu tayyorlangan iplar gilam uchunmi, nima uchun ekan? Muzeyga qarovchi insonlardan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Siz sog'lig'ingiz yaxshimi? Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bular nima ekan? Bizga bir tushuntirib bering. Bu qadim mana o'zimizda janda degan mahsulotimiz bor. To'qimachilik mahsuloti. Bu taxminan 16-7 asrlarga borib taqaladi. Bu faqat Boysun regionida, Surxondaryo regionida to'qiladi bu mato. Buni hozirgacha analogiyasi hech qayerda topilmagan. O'sha janda matoni asosini, tanda deydi. Bumi? Asosan mana shu butun hali bu ishda hali yarim aylantirilgan bu yerda. Bu davra deyiladi, bu dastgoh. Davra. Mana shu yerda guli bilan, rangi bilan ularning soni hisob kitob qilingan ana yerda. O'shanga qarab men ismim Alim aka, Oripov familiyam. Shu markazda rahbariman, ham o'zim ustaman. Janda matosini qayta yo'lga qo'yib, mana 22 yil bo'ldi. Undan ilgari ham fabrikada ishlaganmiz. 80-yillar bu janda matosini yo'lga qo'yganmiz. 80-yillar? 80-yillardan Boysunda qayta yo'lga qo'yganmiz. Lekin bu 200-300 yil burun katta tog'li qishloqlarimizda, Avlod qishlog'i, Sarasiyo, Olachopon qishloqlari, Yuqori qishloqlar, Qo'rg'oncha qishloqlarida bu azaldan to'qib kelingan. Faqat bunday bir joyga yig'ib, mukammallashtirib nimaga solinmagan. Hozir mana shu bu markazimizga mana 21 yil bo'lyapti. Yo'lga qo'yganmiz, muntazam chiqaryapmiz. O'zimizda qadim Boysun alifi janda matosini, tandasini mana shu yerda men aylantiraman. Mana hozir sizga ko'rsataman, qarang. Janda nomi ham boshqacha ekan. Janda alifi mato deyiladi o'zi bu. Janda alifi mato deyiladi. Mana shu holatda. Bu qancha bo'lish kerak? Buni mana bu yerda mana nimalar soni bor. Mana nimagacha bu maksimum eng yuqori nimasi 200 metrgacha o'rab olish imkoniyati bor. Butun mana shu tandani 200. Bu yerda 2800-3000 ta tola, mana shunday tolalar o'raladi. Buni ham o'zlaringiz tayyorlaganmisizlar ipini? Buni mana ipini tayyor ipini olamiz, Marg'ilondan, Buxorodan olamiz. Mana oq bobinalar, mana shunday oq paxta ip, 100% paxta ipi. Qolgan 20 ga yaqin operatsiyalar bor. O'sha hamma operatsiyalar buni kalava qilib o'rash, oqlash,
keyin ranglash, quritiladi. Uni qaytadan ana bu naryoqda ko'rsataman, zug'uta, mana zug'uta deyiladi uni. Har xil rangda Zug'uta. zug'utaga Men eshitmagan ekanman. o'raymiz. Bu qadimda buni katta qamish nimalarda qilishgan, o'rashgan. Aha. Charxda. Biz endi mana oddiygina ham qulay mana nimada turbalarga o'raymiz mana buni. O'zimiz nima qilganmiz, o'ylab topganmiz. Ham chidamli, ham elastikni. Rangiga qarab, soniga qarab mana shu yerda o'raymiz keyin buni. Juda ehtiyotkorlik bilan Adashib ketishi mumkin ekan. adashib ketishi mumkin. Masalan, mana aylantiryapmiz, bunga emas, tez aylanib, mana bunga tushib ketishi mumkin. Keyin 6 metrga keyin ip qisqarib qoladi. Mana to'qib kelayotganda уже mana bu ip yo'qolib ketadi. Pastga tushib ketgan. O'zi bilinar. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lib, shu yo'li bilan borish kerak buni. Mana shu holda Bu janda materialini, matosini tayyorlash. tanda ipi, tanda tayyorlash. Tanda ipini tayyorlash jarayoni men uchun ham qiziq bo'ldi. Siz bu haqida bilarmidingiz? Agar aslida faqat hozir aytishlari bo'yicha Boysunda saqlanib qolgan deyaptilar. Boshqa tumanlarda menimcha yo'q, bu o'zi Boysunda, bu mato o'zi Boysunda azaldan to'qilgan. Buni mana yaponlar qiziqib o'rganishdi, turklar o'rgandi, ruslar o'rgandi, koreyslar Hindistondan kelib o'rganishdi. Lekin biror joyda buni analogiyasi, ya'ni o'xshashi topilmadi. hozir buni tayyor bormi? Tayyori bor, sizga qanday to'qilishi, qolgan jarayonlarni o'zi ko'rsataman. Keyingi qismda biz uni janda material matosidan tayyorlanish jarayonini ko'ramiz. Hozir esa keyingi eksponatimizga qani ketdik. Muzeyning atrofi. Bu so'zda nima deyiladi? Bu qadim uslubda nima qilingan, qurilgan, qadim Buxoro uylari uslubida qurilgan, faqat yog'och va mahalliy xomashyolar bilan qurilgan, qilib devorlari yog'ochdan, keyin g'isht bilan, xom g'isht bilan qalamalab, mana shu andova qarang, suvoq, shu mahalliy tuproqlar, mahalliy nimalarda suvoq qilingan yuz. Bu yerda biror haligi zamonaviy nimalar ishlatilmagan. 100% buni mana yuqori qismidagi vassa deymiz. Vassa? Vassa, yog'och qalamalar ham hammasi Boysun teraklaridan qilingan. Mana ana bular ham Boysunning ustalarimiz o'zi ustunlarni hammasini shu 100% Boysunning ustalarining qo'lida bajarilgan bu yerdagi hamma jarayonlar. Mana bu yerda janda to'qiladi. Mana bu ham janda. Bu ham janda. Mana bu yerda esa o'zimizning klassik qadim janda mana bu. To'qiladi. Hali ko'rganingiz mana bu holda, mana zanjira holida. Bizda zanjira deydi buni. O'zining qadim ismi ham zanjira. Hozir siz ko'rgan dastgohdagi, ana bu davradagi tanda mana bu holda zanjira qilib o'ralib kelinadi. Bu ham eski qadim texnologiya bo'ladi. Mana shu zanjira deydi. Qarang, soch o'rimiga o'xshaydi. Mana shu. O'zi Boysun juda ham qadimiy an'anaga boy joy hisoblanadi. Albatta. Matoni ko'rish. Ana bu tayyor janda ekan. Buni iplarini ushlab ko'rib qalinroq bo'ladi deb o'ylagandim, ammo yo'qchikin yo'q ekan o'ylab ko'rganimda. Istagan juda chiroyli narsa. Istagan haligi qalinlikda, istagan endi, istagan rangda xohlagan nimangizni to'qish imkoniyati bor. Ana bu dastgohlarimiz ham o'sha qadim dastgohlar, faqat dastgohlarni biz qayta nima qilganmiz, o'zimiz yasatib. Bular mana 100% hammasi yong'oqdan qilingan. Bularmi? Yong'oq yog'ochidan qilingan. Bular juda uzoqni ko'zlab qilingan. Qadimda ham yong'oq, o'rik, tutdan yasashgan. Hozir bu ipni o'rab olishmi? Hozir mana men sizga ana bu kalavalarni qayta berib o'rash ko'rsataman. Mana qaysi multfilm esingizga tushyapti? Tashqarida ko'rganlaringiz kalavalar mana bu yerda
Hali aytdim-ku sizga zug'uta qilib o'raladi deb. Mana bu holda o'raladi. Mana men hozir yangi ishga siz ko'rgan jarayonda qora bilan jigar rangda o'rayotgandim. Hozir mana bu endi tayyor, yeb ranglangan, tozalangan, yuvilgan, qo'lda. Bular hammasi 100% qo'lda bajariladi. Bu yerda masalan elektr energiyasidan zamonaviy biror nima yo'q. Mana charxlarni ham o'zimiz yasaganmiz. Hammasi bu charxlar hammasi qarang yog'ochdan o'sha qadimda qanday bo'lsa o'sha holat ko'chirilgan bu yerda. Bunday ko'riladi. Men buni o'ramoqchi bo'libman. Kalavada bu zug'uta deymiz. Zug'utaga qayta o'raladi. Zug'utani hali jarayonda ko'rdingiz. Bu yerda tanda davrada o'raladi qaytadan. Men ham bir ko'rsam bo'ladi? Ha, bo'ladi. Yana biz kalava o'raymiz. Zug'uta dedingiz-a? Ushlaysiz, aha. Buni sekin aylantirasiz. Shoshilmang. Uni yurgizing. O'sha davrda qizdek his qilyapman o'zimni. Amirlik, xonlik qizlardek. Sizdan yaxshi shogird chiqar ekan. Men demak bu yerga kelib bir shug'ullanib ko'raman, qani o'rganaman. Mana shu taqlid o'raladi. Bu aslida juda katta tezlik bo'lishi mumkin bunda. Masalan, bizda o'lchab nima qilishdi? 1600, 1400 minutiga aylanish nimasi bo'ladi. Shunday juda katta tezlik bo'lishi mumkin. Men to'qish jarayonini ko'rsatib qo'yay sizga. Mana bu, mana dastgohimiz. Dastgohimiz ham o'sha qadimda qanday bo'lsa, faqat biz bitta o'zimiz qo'shimcha qilganman men, o'zim Toshkent to'qimachilik institutini bitirganman 77-yilda. Biz mana bu zamonaviy nima haliga to'qish sanogimiz bor. ATE degan shu matolar to'qiydi, avtomatik ravishda. O'sha gulalardan foydalanyapmiz. Aslida gulalar qadimda ipdan qilingan. O'sha ip bir marta gulaga ishlatilgan ip chiqitga chiqib ketadi. Buni yillab ishlatsa bo'ladi. Ham bu qulay. Juda qulay, ipda o'rnini topish qulay. Ipda ishqalanishlar, nimalar juda kamayadi bu yerga. Buni har birini o'tkazib chiqasizlarmi? Har bitta tola, mana qarang, har bir tola bittadan mana shu gula deymiz. Gula, har bir ozgina menday zirinasi pastlar uchun qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu yerda katta mehnat yotganligi bilinadi. Mana shunday. Mana hozir biz Qizilda to'xtaganmiz bu yerda. Qizilda. Mana keyingi qarang. Buni yana bitta tomoni bor. Hozirgi nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ikki xil rangda ikkita moka deydi. Mana bu moka, bular noycha deb ataladi. Mana qarang, qizil rangda va qora rangda. Birorta hududda bizda mana bu texnologiyamiz bo'lmagan. Qarangda, bu 300-400 yil burungi oddiygina bobo momolarimiz o'ylab topgan narsani hozirgi birorta zamonaviy dastgohda buni to'qib bo'lmaydi. Chunki zamonaviy dastgohlarda hammasi bitta mokada ishlaydi, ikkitada ishlamaydi. Buni faqat qo'lda qilinadi. Mana to'rtta qora, to'rtta qizil rang tashlanadi. Mana qarang, tumorchalar o'rnini mana almashib bo'rayveradi. Tumorcha deyiladi ular. Aslida biz bu keyinchalik tumorcha qilib, janda qilib to'qilgan, lekin buni birinchi yaratilgan paytlarda bu alif mato deb nima qilingan. Bu arab alfavitidagi alif harfiga monand qilib olingan. Bu tayoqchali bo'lgan. Hozir endi janda holda buni istagancha masalan 5 ta, 10 ta, 6 ta, 8 ta tayoqchali qilib, xohlang katta, xohlang kichik holda to'qish mumkin. Mana shu tartib to'qiladi mana.
Bitta o'tkazib. Aha, jarayon almashib turadi. Oyoq Mana ham qizi. harakatda, qo'l ham harakatda bo'lar ekan. Qo'l ham, oyoq ham, ko'z ham, bu butun vujudingiz ishlaydi bu yerda. Diqqat markaz shu yerda bo'ladi. Kelib hayron bo'lib ketishadi, chunki ular biror joyda uchratmaganlar. Bunday mato, bunaqa texnologiya. Yaxshi, mana nimani orqaga olasiz. Endi qizim nimani tashlang. Bu yoqqa o'tkazing. Shoshilmang. Voy, qanday Yo'q, qo'lingiz yetdi? Tashlavering. Qo'rqmay, qattiqroq tashlang. Aha. Mana bo'ldi. Endi oyog'ingizni qo'yib bering. Chapni bo'lsinda buni zarba bering. Ana. Voy, Endi qora nochani tashlang. voy. Chapni bosing endi. Yo'q. Siz yana o'ngni bosingiz. Chapni, bunisini. Ana. 2 3. Tashlang. Ana, bo'ldi. Qo'yib beringda zarba bering. Mana bu bilan. Aha. Ana bo'ldi. 2 marta zarba bersangiz, matongiz qattiqroq bo'ladi. Zichlashadi? Ha. Zichlashadi. Endi chapni bosaman. Endi chapni, u yo'q, endi o'ngni bosaman. Aha, endi qizil tashlang. Bu menga juda ham qiziqarli deydi. Tashlang. Endi bo'ldimi? Zarba. Qancha o'rganishdik ekan. Endi chapni bosing. Endi qora tashlang. Voy. Ha, bir qo'lingiz bilan mana orqaga. Mushtaqlik ketaveradi. Tushunarli. Roziya, shu yerdamiz? Aha. Gilam to'qish xonasi. Assalomu alaykum. Kelinglar. Gilam to'qish xonasi ekan. Gilam to'qish xonasi. Bu kishi Roziyaxon Ishonqulova. Bu kishi juda katta ustoz bo'ysunimizda taniqli, ko'zga ko'ringan. Mana shu markazimizni boshlagan paytlardan ham kelib ishlab, o'zlarini nimalarni ko'rsatgan. Gilamlari bilan juda ko'p xalqaro nimalarda qatnashgan, g'olib bo'lgan. Bu kishini onalari, momalari, katta momalar. Bu kishi nechinchi nimasiz? 5-avlod. 5-avlod vakili bu kishi. Gilam to'qish bo'yicha 5-avlodlar. Ha, gilam to'qish bo'yicha 5-avlod vakili bu kishi. Hozir bu kishi bu yerda mana terma gilam to'qiyaptilar. Sultani gilamini to'qiyaptilar. Buni nomi nima? Gilamning nomi Imom Sultani. Imom Sultoni? Sultonlar to'shagan gilam Imom Sulton deydi. Oti mana gulda oti Imom Sulton gilam. Chiroyli bu. Mingga yaqin gilam bor, har birining oti bor o'zini. Aha. Mana uni oti Imom Sulton gilam. Aynan mana shu ketganlarda. Ha, ana shu Imom Sulton. Imom Endi Sulton. vaqtiga qimmat bo'lgan sultonlar to'qigan. Terma gilamda bu oldin bu endi asrlar davomiga xoli gilam bo'lmagan o'zimiz Surxondaryoda. Mana shu gilam nima bo'lgan. Men faqat kigiz gilamini to'qish jarayoniga qatnashganman, lekin bunday gilamda Birinchi po'stak bo'lgan, keyin kigizga o'tgan, keyin oddiy gilam to'qilgan, keyin gulsob to'qilgan. Buni ham bosqichma-bosqich jarayon borda, uzoq jarayon borib nechinchi yillarga borib taqaladida bu. hozir buni to'qiyapsiz, ha? To'qiyapman. Bu iplarni o'zingiz bittalab terib chiqqansiz. Uni yugurib, uchta qoziqni qo'yib aylantirib nima qilamiz? Bo'yashdan keyin qo'yamiz. Keyin kecha kelib tortib. Bu ipini o'zingiz tayyorlaysizmi ipini ham? Ha, igiradi, ishchilarimiz bor igiradi paxtadan. Ha. Paxtadan jundan igiradi, biz olib bo'yab. Buni narxi qancha? Narxi 2ga 3ni sotamiz, 5 million, 6 million sotamiz. 2ga 3ni? 2ga 3. Katta gilam. 5 million, 6 million bo'ladi. 5 million, 6 million. Bu aslida shuncha pulga arziydi, bundan da baland narxga arziydi. Chunki bu yerda qancha mehnat etganini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Har birini bittalab to'qib chiqish, iplarni tayyorlash jarayoni ancha vaqtni ham oladi. Vaqt oladi. Shu gilamni qancha vaqtda to'qiysiz? Bu gilamni o'zim to'qsam, kunga 1 metr, 1,5 metr to'qiyman, lekin shogirdlar to'qiy olmaydi. 1,5 metr to'qiydi. Bir kunda. Bir kunda. Bir kunda 1,5 metr. Har arqovga terib chiqasiz, shuni termasangiz gul chiqmaydi. Hozirda jarayon kuzatib berasizmi? Otam traktorchi bo'lgan, onamda yana ikkita farzandi bo'lgan.
12 ta farzand. 12 ta farzandi bo'lgan. Shunga onam otamga yordam sifatiga to'qigan. Zakas to'qigan. G'ajari qiyin gullarni to'qib zakaslar bo'lgan, shuni to'qib berar edi onam. Shundan o'tirib bizlar ham qavatiga to'qir edik. Yengilroq gulni biz to'qir edik, og'irrog'ini onam to'qir edilar. Shu bilan termachi bo'lib, termani hozir o'zim 3 ta singlim ham to'qiydi. To'qqa Machay qishlog'idan. Gilam to'qish an'anasini saqlab kelmoqda ekanlar. Qizim to'qidi. Qizim prezidentimizdan medal ham oldi. Gilamchilik yo'nalishi bo'yicha. Shu uchun shu an'ana bizlarga nima bo'lib avlodimizdan o'tib kelyapti, avloddan avlodga. Keling, unda keyingi gullarni ham to'qiganlaringizni tayyorlab bizga ko'rsating. Mayli. Yuring. Tashlashimiz kelyapti. Keyin tashlashimiz. O'zingizning ichini ham chiroyli holatda o'sha xonlik davri sotadigan holatda saqlangan. Ana gilamu, ana to'qilgan narsalar. Gilamlardan. Kimanda gilamlar o'zimizda nimalar? Mana bu g'ajari gilam, g'ajari deydi. Buni guli har xil solinadi. Unda bir xil gulda qayta solmaydi. Bu har xil gul teriladi. G'ajari. Mana bu o'rtasiga kashta tikib o'qin solinadi. Mana hozir bu shersdan ipdan to'qilgan, shersdan keyin ipakdan kashta tikilgan. Bu o'zimizda bo'ysun qo'ng'irotda o'qin gilami. O'qin gilam. O'qin. G'ajari o'qin deydi. Mana shu gilam bo'ladi. Mana shu gilamimiz eng mashhur gilam, eng nimali gilam. Mana shu nima UNESCO tarafdan o'sha bu sifatli ham bo'lgan. Keyin mana gilamlarimiz bor. Mana bu katta aynaki gov deydi mana bu. Inak ko'zi. Inak ko'zi? Ha, inak degan gov. Sigir. Sigir ko'zi. Sigir ko'zi degani ekan bunisi. Gov degani inak ekan ko'zi. Shunday edi. Keyin bu tuya junidan to'qilgan gilamimiz. Bunaqa gilamlarni men ham bobomlarning uyida ko'p ko'rardim. Qadimga to'qilgan bu o'zimizniki emas, bu qadimdan o'zimizdan o'tib kelayotgan gilam. Tuya junidan. Mana bu gilamlar ham qo'chqor mayiz deydi. Bular nimadan olib qo'ygan? Mana tuya bo'yin deydi, cho'zilib turgani uchun. Mana bu gilamlar qulfi kalit deydi. Gullarning o'tini. Har birini o'zini o'ti bor. Qulfi kalit deydi mana. Qulfi kalit deydi. Bu qaro engilimi, g'ajari ham. Nomlari ham chiroyli ekan va antiqa. Bu to'da gul deydi. Mana buni metraji ham bor, to'da gul. Gul to'da turgan, to'da gul deydi. Terma. Bu gullar to'dalanib turgan g'ajari undan ham qiyin. G'ajari gilamda ostiga ipi bo'ladi. Mana ipi qarang. Bu shu uchun ham ostiga teriladi, ham ustiga teriladi. Mana ostiga teriladi, ham ustiga teriladi. Bu ikki marta qiyin gilam bu. Ikkita gul. Qancha vaqt oladi mana shu? Bu endi bu juda ko'p vaqt oladi. Bu 1 metr baroqi bunday nimalar to'qiydi. Buni 1 metr qancha? Xo'p, bitta to'qiganingiz. Mana bu gilamlarimizmi? 8 million, 10 million sotamiz. Shuna qilib sotamizda nimasini, jarayon qiyin jarayon. Juda chiroyli qilib sumkalarni tayyorlab. Sumkalar ham o'zimiz tikkan mahsulotdan keyin sumka chiqaramiz, boshqa qilamiz shu. Bittasin tayyorlaymiz. Buni rangi juda chiroyli tanlangan. Ruksaklar, litska ruksaklar, katta ruksaklar. Hammasini. Ularni kengroq to'qib, ko'proq to'qib, menimcha sotuvga chiqarsa ham, yanada bozorlarimizda egallasa, menimcha ancha bunda nima deydi, an'anani saqlagan holatda kengroq targ'ib bo'lar edi. Nasib endi yana ham kengaytiramiz. Kengaytirish niyatimiz bor. Muntazam festivallarga qatnashadi bular doimiy. Respublika bo'yicha. Shunaqa deb bilan ko'rganmisizlar? Bu chappush, qadimgi to'ldirma emas, chappush kiyilgan. Chappush? Uyda kiyishgan. Chappush kiygan. Sallan tagidan kiyishadi. Sallan tagidan. Sallan tagidan? Bobolarmi? Azaldan shu bobo, bo'ysun bobolari shunday chappush kiygan. Nima qilgan? Endi yengil. Bu issiqni o'tkazmaydi, ichiga qog'ozi bor. Gazetaga o'ralgan, issiq o'tkazmaydi. O'tkazmaslik uchun ekan. Bun turlari ko'p ekan hozir mana. Bir-biridan chiroyli. Menga rosa bu sumkalar, uzuklar yoqdi. Hammasi bir-biridan go'zal. Mehnat ancha yotganligi, tagida yotganligi bilinadi.
Sizlarni ham shu yerga taklif etib qolamiz. Bu yerda kelganingizdan so'ng anchagina menimcha ma'lumotga ega bo'lasizlar. Milliy liboslar bular. Mo'mays ko'ylaklar. Men bular faqat televizorda ko'rganman yoki rasmlarda ko'rganman desam ham bo'ladi, aniq. Mo'mays ko'ylaklar. Hozir kiygan mo'malarni uchratganim yo'q. Bu endi qadimgisi misol. Shular kiyishgan. Sho'larimizda kiyishadi. Satin ko'ylak hozirgacha kiyadi. Hozirgacha kiyishadi. Hozirgacha qishloq joylarimiz kiyadi. O'zimizga endi nima bo'lib ketdi. Mana paranji bu, qadim paranji. Paranji? Qadim paranji. Bu yengni bo'ylabmi? Paranji. Oldiga to'rqimni o'ralib bo'lgan-ku, qadim. Qanday tashab ko'rishgan? Mana shunday tashalgani, lekin oldiga to'ri bo'lgan. To'g'ri bo'lgani. Yo, xudo bu bilan yurish. Yaxshi bo'lganmi? Salqin qilib zontibdi joyiga ketib. Shunaqa paranjimi? Menimcha hozir paranjilar ham juda zamonaviylashib ketgan. Bular o'zi ancha qadimgida bular. Ha, qadimgi yo'nalish. Lekin rostdan buni kiyib yurganda quyoshdan saqlab soya Salqin tutganda. Keyin mana shu paranjimizda yengida bitta xususiyat bor. Mana ikki holatda bo'ladi-da bu. Aha. Odatda buni hozirgi mana Roziyani hozirgi nima tikkan holatida bu turmushga chiqqan hali turmushga chiqqan Peshbo. nima deydi o'zimizda boshi yopiq turmushga chiqqan ma'nosini bildirganmi? bu ayolni ma'nosini bildiradi. Bu Paranji yurgan. toqib borib ketayotganda ortadan qaragan odamlar mana shunga qarab o'sha ayol, chunki uni yuzi yopiq, butun nimasi yopiq, bu ko'yligacha yopiq, u yoshmi, yoshi ulug' ayolni bilishmaydi-ku. Ana bu paranjini orqasi mana bunda birlashtirilgan bo'lsa, yopiq bo'lsa, shundan bilishganki, ha bu turmushga chiqqan ayol, demak yoshi katta ayol deyishgan. Keyin buni odatda tugmalisi ham bor. Hozir mana muzeyda ko'rsatamiz. Roziya? Mana, ana ko'rdingizmi? Agar mana shu tugma qadalgan holda ko'chada yurgan bo'lsa, uni bilishganki, bu turmushga chiqqan ayol. Agar tugma yechilgan holda yonda osilib borayotgan bo'lsa, bilishganki, ha bu yosh qiz, yosh ayol. Masalan, izidan odam qo'yishgan, izidan borib uyini aniqlashgan, keyin borib ko'rib, savishib qo'yishgan. Ko'rdingizmi? Ungacha uni ichida yosh qizmi, yoshi ulug' qizmi bilishmagan. Mana farqini qarang. Qanday sodda, lekin juda ma'noli, juda mana bu yosh katta nimalarga. Agar shu yoshroq kelinlar tug'sa, bu bezalgan. Qizil nima, har xil bezaklar bilan bezalgan. Hozir mana bu yosh kattalardagi. Yosh kattalarga ham shunchalar chiroyli bo'lgan ekan. Oddiy. Keyin bunday qashida urishdan ham bilar ekanda hamma. Menimcha bu hamma uchun qiziq ma'lumot bo'ldi. Oldin qanday turmushga chiqqan yo turmushga chiqmaganlarni paranjidan ajratib olishgan ekan. Paranjidan ajratib olishganda nimasini. Qarang, oddiy soddagina yo'l bilan hatto muammolarni keyin mana bu qishloqdagi kuyovlarning jelagi bo'lgan. Mana shu hozir mana shu odamni nimasi o'qituvchi odam, tarix ekan, machaydan oldim. Yuzga kirib domla o'ldi. Shuni kiygan kishi yuzga kirib o'ldilar. Qo'l bilan endi kuyovlik vaqtida bitta kiygan, bo'ldi. Mana qarang, qanday igna bilan tikkan. Moshinka bo'lmagan. Alimaka qarang. Mana shuni qo'l bilan tikishgan ekan. Moshinka bo'lmagan mana. Mana sizga tarix buni qarang qanday tikkan. Hozir demak buni o'zi ham bir tarix. Chunki hozir 100 yoshda o'ldi deyapsiz. Kuyovlik davrida kiygan deyapsiz. Kuyov bo'lgan keyin 80lardan nima bo'ldi? O'lgani bir 5 yillar bo'ldi. Mana qarang, igna bilan qanday tikilgan. Igna bilan tikilgan shunday. Hozir buni moshinka ham tika olmaydi. Moshinka ham xato qiladi. Bezaklarni ham shunday qilib bergan. Biron joyiga moshinka yo'q, qarang. Men yana ahamiyat berdim. O'zidan so'tib ip olar ekan. Shu uchun bu bilinib qolmas ekan. O'zidan so'tib ip olib, eshib tikar ekan. Matoni o'zidan ip olar ekan. Hozir matoni hech nima qilmagan. Averlogam buni qarangda qanday qilib nima? Averlogam ishlatilmaydi bunda. Mana qo'lga shunday bu kuyovlarga tikilar ekan. Yaqalarini bezagini ham qo'lga bergan. Moshinka ham bunday tikishga o'zi nima qilmaydi. Shunday tikilgan ekan. Endi
u davrlarning eng zamonaviy bo'lganda aslida. Kuyovchilar ekanda, shu bilan kelaverar ekanda, endi oldinda qishloq joyga shu bilan kelar ekan. Kuyovlarga to'n qila olmas ekan, jelak qilar ekan. Zartag'moli nonka der ekan mana. Bu muzeyning asosiy qismi, ya'ni Boysun xalq amaliy san'at muzeyiga tashrif buyurdik. Birgalikda ekskursiya qilamiz. Bu yerda shu tarixni eslatuvchi narsalar bor ekan. Gilam lentasi 1960-1970-yillarga tegishlimi bu? 1960-1970. Boysun xalq amaliy bu yerda xalq amaliy san'at muzeyi, Boysun hunarmandchilik markazi ikkalasi bitta majmua. Muzeyimizni tashkil topganiga bu yil mana 21 yil bo'ladi. Muzeyimiz 2005-yildan da tashkil topgan. Muzeyimizda jam bo'lib Boysun xalq amaliy san'ati durdonalari, ya'ni Boysun hunarmandlarining qo'li bilan yaratilgan eng noyob, eng qimmatbaho eksponatlar bor. Bu yerda 76 ta hozir boyitilgan 80 dan ortiq xalq amaliy san'at durdonalari joy olgan bu yerda. Muzeyimiz UNESKOning O'zbekistondagi vakolatxonasini rahbari o'sha paytdagi Michael Barleyn degan odam, shu kishini proyekti bilan qurilgan. Proyekt. U kishi o'zi aslida arxitektor odam, o'zi asli avstraliyalik. Bu markazimizning binosi ham buni ham hammasini o'zi proyektlashtirilgan va juda katta mablag' shuni tashabbusi bilan qurilgan Boysun nimasi. Lekin bu yerda bitta gap bor. Mana muzeyda binosini Arabistonlik Shayx Hasan degan odam, katta boy, hali neft magnatlaridan, o'sha odam bu kishini qaynatalari. Bu kishi arab ayolga uylangan, Michael Barleyn. O'sha kishini qaynatalari, o'sha neft Shayx Hasan degan odam 100% bu yerdagi eksponatlarni, pulini ham, binoni qurilish mablag'larini ham hammasini o'sha kishi bergan. O'sha 2006-yil avgust oyidan boshlab to'liq muzeyimiz ishga tushgan. Keyingi 200 yil davomida, hatto 3 asrlik mahsulotlarimiz bor bu yerda. 200 yil davomida Boysunlik hunarmandlar qo'li bilan yaratilgan mahsulotlar bu yerda hammasi. Asosan 3 ta yo'nalish: kashtachilik mahsulotlari, eng asosiy, keyin gilamchilik mahsulotlari, qisman kulolchilik mahsulotlari joy olgan.
Bu xonada hozir Suzana tikilar ekan. Jarayonni birga ko'ramiz. Bu yerda Suzanalar turi ko'p ekan. Hozir buni tikyaptilar. Bu qo'lda. Aha, qo'lda bu yo'rma yo'nalishi. Yo'rma yo'nalishi. Kashtachilikning yo'rma yo'nalishida tikilyapti. Bittalar mana shunaqa ignalar bilan tikib chiqilar ekan. Bu yerda namunalari ko'p ekan, sumkalari. Birinchi buni tikib chiqar ekanda-yu, keyin buni mashinkada sumka holiga olib kelinar ekan. Bu qanday Suzanalar ekan? Bular ham xuddi shuni bo'lsa kerak a? Anor gullimi bu? Ha, anor gullari. Anor gullari. Bu yerda hozir munchoqdan tikilgan narsalar bor ekan. Bu brasletmi deyman-da? Shunaqa. Yarashdimi? Chak. Mana namunalar, turlari bu yerda har xil gullarni tikilganlar ko'p ekan. Bu yerda esa hozir anaqami? O'sha Suzanani tikishdan oldingi holati, ya'ni o'sha chizyaptilar. nusxalari chizilyapti. Nusxalarni asosan nima deydi? Chizilish jarayonini o'zlaringiz o'ylab topasizlarmi? Nusxalar asosan birinchi navbatda o'sha o'zimizni milliyligimizdan, qadimiyligimizdan, mana shu Boysun kashtachilik maktabidan chiqmagan holda birinchi navbatda qadimgi Suzanalarga murojaat qilamiz. Chunki ularda har birini o'ziga yarasha ma'nosi bor. O'shalardan chiqmagan holda o'sha zamonaviy libos tiksak ham yoki Suzana yoki bo'lmasam choyshablar, nima tikishimizdan qat'iy nazar albatta o'shalarga murojaat qilamiz. Hamma gulda o'zining ma'nosi bor, a? Albatta. Hozir mana bizni ko'ramiz. Shu rangi chiroyli ekan menga. Orqasi bu atlasda, Adras matosi. Adras matosi ranglarga uyg'unlashtirib tanlangan. Bu oddiy anaqa gulmi? Nima deydi? Bunda o'sha Suzanadan olingan bitta oy. Oy tasviri, sayyora, ya'ni sayyora tasviri. Shu yerda sayyora tasviri bor ekan. Judayam qiziq, aytyapman-ki, har birida bitta ma'no bor ekan. Har bir kashtada nimadir aks ettirilgan. Shunchaki tikilmagan, shunchaki gul emas. Yana e'tiborimda mana bu tortdi yana. Zamon va qadim uyg'unlashgan holatga o'xshaydi. O'zi shunday. Ko'rganingizdek, bugun Boysun hunarmandchilik markazida bo'lib o'tdik. Aslida Boysunda, Surxondaryoda bunday sirli va go'zal joylar ko'p. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, yana sayohatimizni davom ettiramiz. Like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Biz sayohatimizni davom ettiramiz.